bolani yig'lab, ko'karib qotib qolishi aslida sudragining boshlanishi bo'lishi mumkinligini bilarmidingiz? Bu holatning asosiy sabablari gemoglobin pastligi va qon tarkibidagi ma'lum bir mikroelement minerallarning yetishmasligi, shu bilan birgalikda organizmda yoki bosh miyada gipoksiya ishemiya holati bo'lishi mumkin. Agar sizda farzandingizda ushbu holatlar tez takrorlanayotgan bo'lsa, ya'ni ko'p yig'lashi, yig'laganda qotib qolishi, ko'karishi kuzatilayotgan bo'lsa, bunday holatda qilishingiz kerak bo'lgan birinchi ishingiz albatta o'zingizni vahimaga tushirmasdan bolani yonida tinch holatda tutishingiz, shu bilan birgalikda farzandingizni ma'lum bir tekshiruvlardan o'tkazishingiz va ushbu tekshiruvlar asosida nevropatolog qabuliga ko'rsatishga olib borishingiz kerak. Ushbu tekshiruvlar nima ekanligini bilishni xohlasangiz, kommentariyada plus belgisini yozib qoldiring. Men sizga bularni yuborib qo'yaman.